Turkiyadagi ba'zi bir boyvachchalar uyida nima borligini kelinglar birgalikda ko'rib chiqamiz. Turkiya mushuk va itlarni yaxshi ko'rgani uchun albatta hovlisida ular uchun ovqat bo'ladi. Shomenesiz boyvachchalar bo'ladimi? Bo'lishi mumkin emas. Shomene albatta bo'ladi. Ot boylik ramzi. Uning rasmlari va haykallari albatta bo'lishi shart. Bularni ko'rib Turkiyaning ahvoli shu ekan deb o'ylamayman. Hamma turklar ham ichkilik ichmaydi, lekin ba'zi bir turklar muhim kunlarda ichimlik ichish kerak deb hisoblashadi va qimmatbaho ichimliklarni saqlashadi. Boyvachcha bo'lganingizda uyingizda sham yoqarmi desiz, bular sham yoqishni juda ham yaxshi ko'rishadi. Juda ham ko'p shamlarni saqlashadi va albatta hamma yoqdan ot dekorini topsanglar bo'ladi. Chunki u nima? Boylik ramzi. Uyning har bir burchagida mana shunaqangi gullarni topishinglar mumkin. Voy, boylarning yeydigan shokoladlari ham ajoyib-ajoyib Berlinniki ekan. Bizga o'xshab televizor ko'rayotganda chips emas, bunaqangi sog'liqli quru yemishlar yeyishadi. Voy, bularning sigareti ham men boyman deb turibdi. Semizligini qaranglar, yo bosib ketganmi? Ot dekorli pipenitsaga nechi? Bir chamadon jajigalkagachi. Mana bu yostiq jildlar menga juda ham yoqdi. O'ldim, kuydim, bitdim ularga. Turklar sayohat qilishni yaxshi ko'rishadi. Ba'zi bir turklar har xil davlatlardan xolodilnikka yopishtiradigan magnitni olib kelsa, ba'zi birlar mana shunaqangi chashkalar yig'ishadi. Har xil davlatlardan kelganiga juda ham qizig'i. Menga eng yoqqani oxirgisi Parijdan kelgani bo'ldi. Bundan tashqari turklar juda ham keraksiz aksessuarlarni ko'p ishlatishadi va har xil keraksiz matohlarni saqlashadi deb o'ylayman. Bu shaxsan mening fikrim. Keyingi videolarda turklar uyida qanaqa qurollar saqlashiga qizig'mi? Bo'lmasa menga obuna bo'lib qo'ying.